Xo'p, sizlar bilan endi 3-chi qiladigan ishimiz biznes yaratdik. Undan keyin u biznesga klient, ya'ni mijoz qo'shish. Mijoz bu yerda endi qarzdor bo'ladi-da endi. Qarzdor bo'ladi. Xo'p, ikkita usuli bor. Kontaktlar bo'limi bu yer tepada turibdi. Mijozlardan keyin kontaktlar va bu yerda pastda chap qo'lda pastda 3 ta tugma turibdi. Xo'p, mana chiqaraman. Mijoz qo'shish degan. Xo'p, bu yerdan mijoz qo'shaman. Ko'rsatishlik uchun sizlarga qo'shdim. Qo'shganda alohida oyna ochiladi bu mijozga kirim va chiqim qo'shishlik uchun. Chiqim endi bu yerda qarz bersangiz yoziladi. Kirim u qarzini qaytarganda yozib qo'yiladigan summa. Xo'p, chiqim qilamiz. Chiqimda ezdim. Miqdor bu yerda 50 ming so'm. Mahsulot nomi, nima mahsulot yozib qo'yishlik kerak bo'lsa, mabodo olgan mahsulotlarini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu ixtiyoriy, shart emas. Xo'p, bu yerda keyin rasmni ikoni turibdi. Buni rasmni nimasi, shuni ustiga ezib rasm biriktirib qo'ysa ham bo'ladi. Va undan keyin pastda qaytarish sanasi. U ham ixtiyoriy. Xo'p, uni belgilasam, qaytarish sanasi kuni, ya'ni 26-kuni yana qayta SMS yuboradi ilovani o'zi. Ilovani o'zi shu 2 kundan keyin qarzingni to'lab qo'y, to'lash muddati keldi degan SMS yuboradi. Shu narsa shu yerdan belgilanadi. Xo'p, belgiladim 2 kundan keyinga va 50 ming so'm qo'shyapman. Va yana bu yerda aytish esimdan chiqibdi, O'zbekiston so'mi valyutada qo'shsa bo'ladi. Xo'p, chiqimni men O'zbekiston so'mini tanladim, chiqimni bosdim. Xo'p, SMS kelishi kerak. Xo'p, SMS keldi 4546 dan. Men oziq-ovqat deb ochgandim biznes nomini. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, bu yerda ilovasida sizning oziq-ovqatga bergan 50 ming uzr qarzingiz yozib qo'yildi, umumiy balans 50 ming so'm. Xo'p, keldi. Bo'ldi. Qarz qo'shish shu bilan yakunlandi. Endi kirim qilishlik. Endi u mijoz kelib qarzini to'layapti. Kirimni bosaman. Bu yerda 50 ming o'zi chiqib turibdi. Xohlasam bu, xohlasam yarmini, masalan, yarmini to'ladi, 30 ming so'm. Qilaylik, 30 ming so'm to'lov qilishni bosdim. 30 ming so'm yaratildi. Pastda mana 50 ming olgan qarzi va 30 ming keyin to'lagani ko'rinib turibdi tranzaksiyalarda. Va tepada mana yerda mana kirim chiqimni pastida umumiy summasi, umumiy chiqim kirimlarning summasi va uning hisob kitobi pastida balansda chiqadi. Ya'ni plus minus qilib o'zi hisob kitob qilib turadi balansda. Hozir 20 ming so'm qoldiq qarz bor yani. Bo'ldi, shu mijoz bilan qarz bilan ishlashga shu qismi mana qarz oldiga, keyin tashqariga chiqqanda bu mijoz har qanday oldi berdi qilingan mijoz bu yerda ko'rinib qoladi home page da, ya'ni asosiy sahifada bu yerda ko'rinib qoladi.